Assalomu alaykum Chorvosh qozlari. Mana bunday xunojlar qidiryaptirganlar. Zo'rlardan olib keldik xudo xolasa. Hafta kuniga chorshanba 6-may 2026-yil. Mollar qarang. O'ta go'zallari keldi. Germansk shved so'raganlarga germansk shved olib keldik. O'ta zo'ri. Orqalari ham, ostilari ham bir olam. Birinchisiga buni qo'yib beraylik. Targ'ilimiz bor. Hop, ina targ'il shved, qirg'iz targ'il shved, ota simitan. Bunimizning narxi 11,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasini bilan yetkazib beramiz. Hop, ikkinchisiga qarang, mana bu simitanda. Estonga simitan gibrid. To'rttasini bitta narx qo'yib beramiz. Birinchisiga bu. Ikkinchisiga germansk shved bor u. Molni qarang. Oq quloq, oq tumshuq. Tuyoqlarigacha oq. Mana belida palasasi bordan so'radingizmi? Keldi, siz boqing. Ikkinchisiga bu. Uchinchisiga toza rossiyskiy, Ukrainka. Molni qarang, molni qo'tirig'i ukar qildirilgan. O'zi bash tuzaldi, qo'tirdi o'rnidan jun chiqib qolgan o'zi. Uchinchisiga bu. Molni ostini qarang. To'rtinchisiga ham firminniy variantdagilar keldi yo. Mol nima deyapti? Ostini qarang. Buni ham turg'izamiz. Molni orqasi. Mollar enadan ajragan. Bu to'rro'buzo 2,5 oylik atrofida. Sutdan chiqqan silos kepak, somon yeyapti, xotirjam. Bular narxini qo'yib beramiz. 13 million 500 dan bir yerga yetkazib beramiz. Donalabga bo'lsa, kelishilgan holatda. Plus minusi bor. Keyingisiga simitan gibrid keldi yo. Bo'ylari 1.5 atrofida. Buni osti ham so'mlari ham oq yelan. To'rttasi to'rt yerda. O'ta go'zal. Hop, bunimizning narxi hop 14 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi besplatni butun O'zbekistonga qilib beramiz, kelishilgan holatda. Eston shpozlariga. Eston zo'r keldi-yo. Mana bu. Oyoq qo'li uzun. To'rtta so'mi to'rt yerda. Hop, Estonimiz narxi Estonimiz bor ana 13 million kami bor. 12 million 800 ga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida Nuqsonarqoni ichida yetkazib beramiz. Rossiyskimiz bor. Rossiyskiy ham o'ta zo'ri. Bo'ylari 1.10 chiqadi. Ikkovining bo'yi 1.10. Bu rossiyskimizning narxi 14 million 500, ozgina xayriga o'tib beramiz. Endi bu uyda video qilyapmiz. Yangi partiya kelsa, kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kimga mollar ma'qul kelgan bo'lsa, nomerni ekran ostiga qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Aka uka Chorva YouTube kanaliga obuna bo'lib, kommentariyaga iliq fikrlar yozish esdan chiqmasin. Shunaqa yangi kelganlarda birinchilardan bo'lib ko'rasiz, xudo xolasa. Kimgadir manfaatli bo'lsa, biz bundan xursandmiz.